Assalomu alaykum. Nima teplitsa? Qurish kerak, ishlash kerak. Dehqonchilik qilish kerak. 2 marta, 3 marta. Ishni kuniga atagina qilish kerak. Tovuq boqish kerak. Harakat qilish kerak. Bugün bu ben yaptığı geçti. Zor tek gördün değil mi? Qilgan ishimiz. Ko'kay yoqamiz. Bu takılırsa. Yem tekatı. Yem tekatı. Yemlar to'ldirib qo'yibdi. Mana suvlar tayyor. Suvlar ketyapti. Sattingini kamayganda yuradi. Ha? Kamayganda sensorda yo'q. Sensor bor-a? Datchi yonoqlar tortadi. Allab chiqaryotibdi. Qilib berganimiz bor. Yo'qjan. Harakat qilganga Xudoyim ham beradi. Harakat qilish kerak. Bir ishlayapti. Yerda ishlashyapti. Katta joylar egallab olganmiz. Hozir ishlamaymiz. Qovun egamiz, tarvuz egamiz. Xudoga shukr, daromad yomon emas, lekin 2 marta, 3 marta hosil olish kerak-da. Yerdan unumli foydalanish kerak, bo'sh yotish kerak emas. O'g'itlarini berish kerak. Yerdan foydalanish kerak. Ishlash kerak. Pul yo'q, chetga ketib. O'zimizda ham ish ko'p. Harakat qilish kerak.